Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bir masalada hurmatli Ichki ishlar vazirligi boshliqlari va mana shu kiber xavfsizlik, ya'ni yuristlarni nazorat qiluvchi, muddatli to'lovlarni, kreditlarni nazorat qiluvchi organlarga общий murojaat qilmoqchiman. Iltimos sizlardan bu juda важный narsa, chunki men bu yoqda pastradat qilmayapman. Mana shu Buxoro shahrida muddatli to'lovdan 6 oyga shina oluvdim. Balonni to'lovlarini to'liq 6 oy davomida to'lab kelganman. 6-oy ikkita to'lov bo'lgan. Hammasini cheklari, hammasini screenshotlari bor. Undan keyin 6-oy bular olib meni sudga beryapti. Ya'ni qanday sudga beryapti? 6 oy davomida xuddi men to'lov qilmagan mazmunda polniy summani kirgizibdi, to'liq summani, o'sha do'g'orda necha pul qilingan o'shani. Keyin sudga bergandan keyin men bularga chiqibman. Menga MIBdan keldida, MIB ham u yoqda to'lov chiqargan. 1.600.000 qayerdandir u protsent bo'lib yana to'g'gan. Bu narsani deylik 6 oygacha men to'lov qilgan bo'lsam. Keyin ularga chiqibman, administratoriga Kaliso degan nima? Kompaniya bular shunaqa muddatli to'lovga beradi mana shunaqa narsalarni. O'shani administrator olibdi-da, aytibdiki, akajon telefon nomerim orqali meni ma'lumotlarimni ko'rib beryapti. Akajon bu ishingiz yopilgan ekan-ku, sudga berilib yopilgan ekan-ku deyapti-da. Keyin men aytibman, yopilgan bo'lsa meni nimaga deyapman, qarzdor qilib chiqaryapti deyapman. U menga aytibdiki, akajon sizga chiqishmaganmi, siz xat olmaganmi deyapti. Xat. Что mana shunaqa to'lovlar qilingan. Qarasho deyapti, bo'lmasam xat chiqarmagan bo'lsa hozir bolalarga aytaman, sizga xat chiqarib berishadi deyapti. Yopasiz deyapti MIBni. Chiqyapti-da bolalar polniy zapis, polniy bo'lgan, hammasi chotki fiksировать qilib olingan bu narsalar, dalil isbotlar bilan. Menga chiqibdiki, aytibdi, aka bizning xizmatimiz pulli xat chiqarib berishimiz 300.000 so'm bo'ladi deyapti. Yoki xohlasangiz o'sha 4,5 millionni to'lab ishingizni qilishingiz mumkin, xohishingiz sizda deyapti. Deyapman. Keyin u yoqdan nima qilyapman-da, hozir yana sudga berish kerak, uni yana yugur orqasidan yurish kerak deyapti. Deb o'yladim-da o'zim. Luchqa o'sha 300.000ni to'layman dedim. O'sha davlat bojini to'laysiz bo'ldi dedi. 412.000 so'm. Qolgan summani siz to'lamaysiz. Majburiy ijroni ham pulini siz to'lamaysiz deyapti, o'sha 1,5 millionni. Xo'p dedim, mayli dedim. 300.000 to'lovni qiling dedi, biz yarim soatga sizga xat taxlab beramiz dedi. 300.000 so'm to'lovni qildim, yuborgan kartasiga. Keyin hozir deyapti, yarim soatga chiqadi deyapti. Shu bilan ana obedda bo'ladi, ana obeddan keyin bo'ladi, shanba kuni edi-da. Akajon dedi, bugun shanba, endi shu bilan dushanba kuni nima qilasiz dedi. Xatni ham olasiz, shu bilan MIBni ham yopasiz dedi. Telefon qilaman, telefonlari yo'q, Telegram gaplashgan Telegram nimalarimizni o'chirib tashagan. O'sha telefon qilgan, telefon Shohruh degan bolaga telefon qilsam agar, u aytibdiki, men boshqa kishi deyapti, men Farruh ismim deyapti. Dedim, qani u dedim, bacha dedim, chaqirib nima qilgan, mendan pul olgan dedim. Nimaga dedim, yubormayapti menga xatni dedim. Ikkita xat bir necha qilib beraman, MIBni ham bermaysiz, nimani bermaysiz, faqat davlat boji sud o'tkazilganligini shtrafini berasiz, tamom deyapti. Shuncha narsa avora bo'libdi-da endi. Oradan 10 oymi, 8 oymi o'tgan uje. Bular oxirgi oy to'lovga mana sudga beryapti. Men keyin bilyapman bu narsani. Endi o'ylang, mana shunaqa endi o'sha Telegramda gaplashayotgan vaqtim aytibdi-ki, menga aka deyapti,
bunaqa xatlardan deyapti, ko'p chiqaramizda biza deyapti, ozgina endi kutasiz akajon, sabr endi, sabr deydi menga. Xo'p dedim, mayli dedim, gap yo'q dedim. Shu bilan sabri ketdi. Hozirgacha yo'q, magaziniga kelsam agar bu yoqda ham ishlaydigan ishlovchilar ishlaydi, ular onlayn ishlaydi, kolisolar. Mana shunaqa odam, ana shunaqa kompaniyalarning iltimos sizlardan nazoratini kuchaytirsalaringiz yaxshi bo'lardimi degan fikrdaman, chunki uni gap so'zlaridan 15 ta 20 ta xat chiqaramiz deyapti sudga. Bu o'ylan ko'p xatolari bor. Birinchidan, mayli 6-oy to'lov может быть kechiktirib qilingan taqdirda ham u menga faqat 6-oyni to'lovini sudga chiqarish kerak edi. Lekin общий summa bilan chiqaryapti. Boshidan oxirigacha to'lov qilinmagan degan mazmun bilan sudyaga chiqaryapti. Sudya olib buni ko'rib, menga jarimani qilib, hammasini cho'tki qilib menga yuboryapti. Bu sxema придуманная sxema какая-то. Iltimos bu odamlarni nazoratga olinglar. Hozir men bu borada 102 ga Buxoro shahar 102 raqamiga ariza qoldirdi. Bu borada hozir to'liq aslida ikkinchi temani o'sha aldov yo'li bilan 300 ming olib xat chiqarib beraman degan mazmunda ishi bo'yicha qani ko'ramiz, natijalar qanaqa bo'ladi. Обязательно sizlarga yetkazib boraman har bittasini. Rahmat sizlarga quloq solganlaringiz uchun. Salomat bo'linglar. Issiqda ko'p yurmanglar hozir. Havo issigan Buxoroda ayniqsa. Ishlaringizga omad.